Lekin xudo xohlasa bu obyektimizda ham ikkita so'qlarni boshlab oldik. Hozir bitta sifatini tekshirib olamiz. Usta Hormang, Assalomu bitta alaykum. klientlarga sifatini tekshirib ko'rsataylik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Sifat 100% javob beramiz. Hamma tomonlama bemalol. Qolgan devorlarga ham bitta ko'rsating usta. Mana sifat hamma tomonlama javob. Sifatli ishlashlarimni degan klientlar uchun maxsus video bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Ideal darajada. Hamma tomonlama gipslik sho'x ishlarimizga javob beramiz 100%. Ham tez, ham sifatli, ham hamyonbop. Bo'ldi. Gipslik sho'g'imiz Knauf MP 75 markalik xaltasi. Bilmaganlar uchun bitta xaltasi 50 ming turadi. Nasib bo'lsa bu obyektimizni ham ko'p bilan 3 kunda u egasiga topshiramiz. Bu xonamiz bitgan. Ko'rishlaringiz mumkin, sifat juda ham a'lo darajada. Gladki hamma tomonlama ideal darajada chiqqan. Atkoslari qolyapti bu obyektda. Xonalar уже nariga xona ham tayyor bo'lgan, unisi ham tayyor bo'lyapti. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Xudo xolasa 3 kunda bu obyektimizni ham egalariga topshiramiz.